Bismillahirrohmanirrohim. Kecha pivo festival ig'vosidan keyin mana go'zal ekan, ismlari O'zbekistondan ekan, yana qarang qilgandan keyin mana paydo bo'lib qoldi. Chiqib ikkinchi marta men bunaqa uni YouTube'da eshitgandirsizlar o'zlaring. Endi singlim, singiljon, go'zal eshiting, yana bir ozgina xalqni ichiga aralashganman, man insonman deysiz. Man sizga hozir bu gapingizdan keyin qanchalab insonlarga ta'sir qilganingizni, yana masalan obro'yini, sha'niga masalan daxldorli bo'lgan narsalar bo'lganidan o'zingiz bilmaymi, sindirdimi, qo'ydimmi? Masalan siz bir uyingizda janjal bo'lsa, chiqib bir oilada turmush o'rtog'ingiz boshqasidan kelishmay qolsangiz hammaga chiqib nima qilasizmi? Bir xabardor qilib chiqasizmi? Xuddi shunday siz yana davlatni tushunaman degan odam bo'lsa, hamma yerga bunaqa qilib yurgandan ko'ra qiladiganlarni qaytarsangiz bo'lmaymi? Shu vatanda suv tuprog'ini yeb yuribsiz. Aslida bunday bo'ladigan bo'lsa, hozir to'lasincha O'zbekiston konstitutsiya deb gapirasiz, konstitutsiyasini bir bo'lagi bo'lgan Jinoiy kodekslari. Masalan, shu Jinoiy kodeksini to'liqdan to'liq holda siz moddalarini bir nechtasini amalda, xatti-harakatda masalan jinoyat sodir etdingiz. Isbot qilib beraymi? Har qanday advokat ham, hech qanday sudya ham sizni ololmaydigan narsani tushuntiraman. Siz so'zma-so'z aytyapsiz. Qur'on festivallari O'zbekistonda to'xtatilib, pivo festivali boshlandi. Qayerda ko'rgansiz? Qur'on festivallari to'xtatilganmi? Qur'onni hofizlari dunyoga larzaga keltiryapti, qayta ko'tarildi, akademiyalari bor. Bu bitta yolg'on targ'ibotingiz. Ikkinchi aytyapsiz, Qur'onni o'rgatilishi man etilib deb. Siz borganmisiz Xo'ja Ismoil al-Buxoriyga? Hatto yetim sag'irlarni olib kelib, mana Fazliddin qorilarni chiqarib bitirgan. Qanchasiga dars berib, mana shu ilmni olsin deb yordam qilib, ko'mak qilib yotdi amaliyotda. Endi shundan chiqib turib o'ylab, bir fikrlab gapirmaysizmi? Yana eng asosiy aytyapsiz, jamiyatga, xalqqa, O'zbekistonga, O'zbekistonda erkak bormi deb. Siz o'ylayapsizmi? Agar birorta bir kallasi bir salbiy fikrli odam bo'lsa, biror narsa kommentariya bir nima deb yuborsa, eringiz daisga chiqib qoladi sizni shar'iy tomonlama. Ikkinchi o'rinda gapiriladigan bo'lsa, masalan, siz da'vat qilyapsiz janjalga, g'urbatga, erkaklarni turishga. Masalan, davlat tizimiga qarshi turishga nima qilyapsiz? Sofdan sof vatan xoini sifatidagi bir xatti-harakatni amalda jinoyatda harakatda sodir etdingiz. Siz lekin tushunmagan holdadir, boshqadir. Lekin bu mumkin emas narsa. Shariki sharfingiz yo'q. Masalan, taqvodir deb o'zingiz hisoblasangiz, Qur'oni Karimda Alloh marhamat qilyapti. Ayollarning ovozi hamma avratdir deb. Gapirishingizni o'zi masalan zinoga kiradi, zino barobardir. Yalang'och o'zini ko'rsatganga barobar keladi. U tomonlama o'tib ketmaylik, zamonaviy holatga o'taylik, bir solihasiz. Shuning uchun hozir mana yuribsiz, oldin 80-90-yillarda bir soni ko'rinib yurardi. Hozir o'zingiz ham ijobda yuribsiz. Shukr qilmaysizmi, vatanimiz shuncha rivojlandi, shuncha odamga, axloqqa intildik. Hayf sizga, hayf. Aytyapman sizlarga, hayf bo'lsin.